Elon Musk Mars'ta bir şehir kurmakçı. Aeroplanga çıkıp 5 koyduğanlar bu kesilgan davalatqaç kiraga pul hemde geçtir aslemse. Elon Musk'ның Mars'ta şehir kuruş planı. Mars'ta şehir kuruş nişanı ve transport planı. Elon Musk 2050 yıldan burun yüzünü yüzü qamdaydigan 1 milyon adam sığadigan Mars şehir kuruş planlagan. Bu nişanı amalga oshirish uchun 10 yil ichida mingdana plantlar alam kemisi yasash. O'ttir hisob bilan har 3 kunda birini qo'yib berish. Har bir alam kemisiga 100 yo'lovchi o'ltirish. 25 oyda bir qatim cho'ng tipdagi quchqudan foydalanib, odam va moddiy eşyalarni markazlik to'shni o'tirib qo'ygan. Marsni tanlashning sababi Elon Musk Ay şarining yer shari bilan bo'lgan oraliq aran 380 ming kilometr. Berib kelishga faqat bir necha kunlik ketadi deb qaragan. Halbuki Marsdan yer shariga eng yaqin bo'lganda 55 milyon kilometr bo'lib, yakka masofaga 8 oy ketadi. Agar kelgusida yadro energiyalik alg'isilish texnikasi tayinlansa 45 kun ketadi. Bu Marsdagi o'ltirishlarning jazman yüzünü yüzü qamdishi, Mars tamoq yeyishi, Mars suvi ichishi, Mars ekoloji ko'ydirish kerakligini derak berdi. Nishoni yer shari alam kemisi Marsga berishni to'xtagan taqdirdami, insoniyat madaniyatligi yanada Marsda davomlashishga az deganda 1 milyon odamning o'z-o'zini ko'paytishiga to'g'ri keladi. Oldingi bosqichga tayyorlik. Mashina odam oldida menish. İnsanlar Marsga qadam qo'yishdan ilgari oldi bilan necha 10 hatto necha 100 mashina odam avatish kerak. SpaceX'ning ağaç singil şirketi bo'lgan Tesla şirketi aloqalar texnikani ochgan bo'lib, Optimus odam cheklilik mashina odam butunlay o'z oldiga aqliy idrak texnikasi orqali qo'zg'atiladi. Eng balda bo'lganda 2026-yili mashina odam avatib 5 pilotlar olam kemisining qo'nish uskunasi taxminan 50 tonna unumli yuk kelib mangadi. Eng muhim nishon ishonchli qo'nish texnikasini egallash. 2030-yil atrofida 5 pilotlar olam kemisi 100 tonlik uskun elib, qo'nib, moddiy eşyalarni siltishga boshlaydi. Mars shahrining o'rni Arkadiya tuzlanligi. SpaceX Arkadiya tuzlanligini Marsdagi shahar o'rni qilib tanlagan. Bu rayon Marsning eng egiz cho'qqisi Olympus tog'ining sharq shimol tarafida joylashgan bo'lib, ekvatorga yaqin joyda quyosh nurini eng zo'r darajada qabul qila oladi. Uning ustiga tekshirish orqali aerosol miqdoridagi suv muzi mavjud ekanligi aniqlangan. Suv Marsda mavjud bo'lib turishdagi ochqishlik strategik boylik. Ochqishlik o'lashlar, zavod va kan qazish. Mashina odam Mars yuziga qo'ngandan keyingi eng muhim vazifasi ikki cho'ng suv bir taraf qilish zavod qurish. Arkadiya tuzlanligidagi suvimizni eritib saqlashtirish, suvni elektrolizlab, oksigenni ayirib nafaslanish, hidrogenni yiqiliq ham material qilish. Hidrogen gaz va Mars atmosferasidagi karbon dioksiddan foydalanib, metan yiqilisini biriktirish. Yurishlashgan kan qazish mashg'ulotida o'zgartirilgan tunnel qazish texnikasi qo'llanilib, yer ostidagi suv muzi va mineral moddalar cho'nqir qazilib, kan qazishdan chiqqan keraksiz materiallar pishiqlanib, oqqa aylantirilib, yo'l yotqizish va qo'nish subsiga ishlatilib, hamma narsaning rolini to'liq joriy qildirish ishga oshirildi. Marsdagi turalg'i qurilish texnikasi. Marsdagi turalg'i qurilishlarga ishlatilgan qora texnika. Birinchi, muz bilan qoplangan qurilish. Oldi bilan gaz qashlangan ramka yaslab, mashina odam Marsdagi muzni to'ldirdi. Suv bilan muz issiqlik saqlash, radiatsiyadan saqlanish va nur o'tkazish qolayligiga. Ikkinchi, suydikdan sement hosil qilish. Marsdagi tuproq mineral moddalari insonlarning chiqindilari bilan aralashtirilib, bir taraf qilingandan keyingi o'riyadan yuqori sizillikdagi qurilish materiali yasalib, axlatlarni bir taraf qilish va qurilish materiallaridan tekrar foydalanish ishga oshirildi. Yeziligida o'zini o'zi qamdash xirisi. Marsni mustamlik qilishdagi yadroviy qurilishlarning biri yemaklik bilan o'zini o'zi qamdash. Mars tuprog'idagi yuqori xlorlik kislota tuzi o'simliklarga ziyonli bo'lib, hal qilish loyihasi tuproqni bir taraf qilish sanoati barpo qilib, zaharni yo'qotish hamda o'zg'iliq qo'shish, insonlarning chiqindilarini bir taraf qilish orqali o'g'itni bas qilish. Planning ahamiyati va manzili. Elon Musk 2050-yildan burun 1 milyon odamni Marsga statishga avatish planladi. Marsdagi bu shahar tashqi planetadagi o'ltiraqlashtirish nuqtasi bo'lib qolmay, texnik muhimi insoniyat madaniyatining zapas qattiq riskisi bo'lib, yer shari kutilmagan ahvolga yo'liqqanda madaniylik cho'g'ining Marsda yalqinishiga haqiqiy kafolat qiladi. Bu insonlarning sayyorlar madaniyligidan halqishdagi ochqich bir qadam bo'lib, mashina odam yo'l ichishdan insonlarning muqim o'ltiraqlashishigacha
bo'lgan tadrij izlanish kelgusi uchun besilgan ming yillik cho'ng shaxmatning tunji qadamidir.